Bir marta aldasang ayb senda, ikkinchi marta aldasang ayb menda degan mashhur maqol bor. Agar Putinda uyat degan tuyg'u bo'lganida, hozir u aynan shu hisni boshidan kechirayotgan bo'lardi. Rossiya Kursk viloyatidagi aerodromda yana bir bor qattiq sharmanda bo'ldi. Bu yerda Rossiya o'zining qiruvchi samolyotlarida birinchi mamlakatning eng kuchli havo mudofaa tizimlaridan biri ortiga yashiringan edi. Biroq Ukraina ikkalasini ham yo'q qildi. Avval biri, keyin ikkinchisi. Yengib bo'lmaydi deb ta'riflangan qurol ham yoqib yuborildi. Shu tariqa Rossiya yana dron hujumlari orqali ikkinchi marta aldandi. Bu juda qattiq sharmandalik edi. Ammo bunday holatlar Rossiya uchun so'nggi vaqtlarda odatiy manzaraga aylanib bormoqda. Gap Kursk shahri markazida taxminan 7 kilometr sharqda joylashgan Xalino aerodromi haqida ketmoqda. Bu viloyat nomi sizga tanish tuyulishi mumkin. Chunki 2024-yil avgust oyida Ukraina qarshi hujum boshlab, Rossiya hududining bir nechta 100 kvadrat kilometr qismini nazoratga olgan edi. Bu Ukraina urushi davomida Rossiya uchun eng katta sharmandaliklardan biri sifatida baholangan. Garchi keyinchalik Rossiya bu hududlarni qayta egallagan bo'lsa-da, chegara viloyati hisoblangan Kursk mamlakatning eng zaif hududlaridan biri sifatida namoyon bo'ldi. Endi esa Putin uchun eng og'riqli ramzga aylangan bu hudud yana bir bor uning yuziga solindi. Erkaklar, sog'lig'ingizni kechiktirmang. Tez-tez hojatga chiqasizmi? Bel yoki pastki qorin og'riydimi? Bu prostata muammosining belgisi bo'lishi mumkin. Prostamix 18 xil tabiiy giyohli Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mahsulot. Prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, erkaklar quvvatini mustahkamlashga ko'maklashadi. Ma'lumot uchun 55 kodi bilan 503 22 00. Urush boshlanganidan beri Rossiya Xalinoni ikki maqsadli aerodromga aylantirgan. Bu yerda Kursk Vostochnoy aeroporti joylashgan. Biroq uning ichida Rossiya harbiy aviatsiyasi foydalanadigan alohida harbiy aviabaza ham mavjud. Rossiyaning eng zamonaviy havo mudofaa tizimlari bilan qo'riqlanadigan ushbu bazada qiruvchi samolyotlar va bombardimonchilar joylashtirilgan. Ular urush davomida Ukrainaga raketalar va rejalashtiriluvchi aviabombalar bilan zarbalar berib kelgan. Shu sababli Ukraina bu bazaga qarshi chora ko'rishi kerak edi. 21-iyul kuni esa bu amalga oshirilgani haqida xabarlar tarqaldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining 15-alohida artilleriya razvedka brigadasi, ya'ni Qora O'rmon bo'linmasi halokatli dron hujumini amalga oshirdi. Hujum natijasida Rossiyaning eng qimmat harbiy texnikalaridan ikkitasi yo'q qilindi. Portlashlar oqibatida bir dona MiG-29 qiruvchi samolyoti yo'q qilindi. Biroq bundan ham og'irrog'i shundaki, samolyotni himoya qilish kerak bo'lgan Pantsir S1 havo mudofaa tizimi yo'q qilindi. Shu tariqa Ukraina bir zarba bilan ikki strategik nishonni yo'q qildi. Rossiya ham jangovar samolyotdan ham aynan Xalino aerodromini dronlardan himoya qilishi lozim bo'lgan qisqa masofali havo mudofaa tizimidan ayrildi. Bu haqda bir lahza o'ylab ko'ring. Havo mudofaa tizimining asosiy vazifasi kelayotgan raketalar yoki dronlarni yo'q qilishdir. Rossiya Xalinoga Pantsir S1 ni aynan shu vazifani bajarishi uchun o'rnatgan edi. Ammo u bu vazifani bajara olmadi. Ukraina dronlarini to'xtatish kerak bo'lgan tizimning o'zi aynan o'sha dronlar tomonidan yo'q qilindi. Bu esa keyingi hujum uchun yo'l ochib berdi va natijada MiG-29 ham yo'q qilindi. Avval aytganimizdek, bu Rossiya uchun katta sharmandalik edi. Bu hujum haqida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Telegram orqali ma'lum qildi. Xabar oxirida davomi bo'ladi degan tahdidli izoh ham berildi. Post bilan birga hujum aks etgan video ham e'lon qilindi. Unda zarbalar shunchalik aniq ko'rsatilganki, Rossiya bu voqeani inkor qilishi yoki avvalgi kabi dron qoldiqlari tushgan degan izoh bilan cheklanishi qiyin. Ukraina droni kamerasi orqali olingan tasvirlarda Pantsir S1 nishon markazida ko'rinadi. Bu Rossiyaning eng yaxshi havo mudofaa tizimlaridan biri hisoblanadi. Bunday tizim dronga qarshi raketa va o'qlar bilan darhol javob qaytaradi deb o'ylash mumkin. Biroq bunday bo'lmadi. Dron tobora yaqinlashib keladi. Havo mudofaa tizimi esa buni sezmayotgandek ko'rinadi. Video dron nishonga tegishiga bir necha lahza qolganda tugaydi. Ammo xabar juda aniq edi. Pantsir S1 nafaqat MiG-29 ni himoya qila olmadi, balki hatto Ukraina droniga qarshi javob qaytarishga ham ulgurmaganga o'xshaydi. Eng muhimi shundaki, Ukraina kuchli qo'riqlanadi deb hisoblangan Kurskdagi aviabazaga zarba berdi. Rossiya esa buni to'xtata olmadi.
Bu voqeaning moliyaviy oqibatlari ham juda katta. Gap faqat ikkita qurol yo'q qilinganda emas, bu qurollar juda qimmat hisoblanadi. Sovet davrida ishlab chiqarilgan bitta MiG-29 qiruvchi samolyotining qiymati taxminan 25 million dollar bo'lgan. Bitta Panzer Esper tizimi esa taxminan 20 million dollar turadi. Shu tariqa Ukraina dronlari bir hujumning o'zida Rossiyaga taxminan 45 million dollarlik zarba yetkazdi. Shu bilan birga bu hujumni amalga oshirgan dronlarning qiymati bu mablag'ning juda kichik qismini tashkil etadi. Ukraina Kurskda qaysi dronlardan foydalanganini rasman ma'lum qilmagan. Biroq taxminlarga ko'ra, butun operatsiya qiymati eng ko'pi bilan bir necha 100 ming dollar atrofida bo'lgan. Bu esa sarflangan mablag'larga nisbatan juda katta samara hisoblanadi. MiG-29 ning yo'q qilinishi esa Rossiya bir dona raketalar va rejalashtiriluvchi aviabombalarni tashuvchi platformalardan ayrilganini anglatadi. Bu Ukrainaga berilgan havo zarbalari kamayishiga olib kelishi mumkin. Ukraina osmondan kamroq bosim his qilsa, u yerdagi kuchlarni Rossiyaga qarshi quruqlikdagi operatsiyalarga ko'proq yo'naltirishi mumkin. Shunday qilib, 21-iyul Rossiya uchun muvaffaqiyatli kun bo'lmadi. Odatda Ukraina faqat bitta nishon bilan cheklanmaydi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Xalino aerodromida texnika yonar ekan, Ukraina dronlari Rossiyaning boshqa hududlari va bosib olingan yerlardagi nishonlarga ham kuchli zarbalar berdi. Euromedian Press nashri bu hujumlarning to'liq tafsilotlarini keltirgan. Kherson viloyatining Rossiya bosib olgan qismida Ukraina Bussel AES radiolokatsiya stansiyasini yo'q qildi. Bu stansiya Rossiya havo mudofaasi tarkibiga kirmaydi. U asosan dengizdagi nishonlarni kuzatish uchun ishlatiladi. Ehtimol u Qora dengiz va Dnepr daryosidagi harakatlarni nazorat qilish vazifasini bajargan. Bu sohil kuzatuv tizimi hisoblanadi. Endi u yo'q qilingani sababli Rossiya bosib olingan hududlar va Qrim tomon harakatlanayotgan Ukraina dengiz dronlarini o'z vaqtida aniqlash imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Kursk viloyatida ham hujumlar faqat aerodrom bilan cheklanmadi. Ukraina dronlari Puapo va Lejachi yaqinidagi logistik omboriga ham zarba berdi. Umuman olganda, bu tun Rossiya uchun havodan amalga oshirilgan keng ko'lamli hujumlar va havo mudofaasining navbatdagi muvaffaqiyatsizligiga aylandi. Albatta, MiG-29 va Panzer Esper eng katta yo'qotishlar bo'ldi, biroq ular yagona nishonlar emas edi. Biz sizga MiG-29 ni dunyodagi eng kuchli yoki eng yaxshi qiruvchi samolyotlardan biri deb aytmaymiz, chunki u bunday emas. Bu samolyot Sovet ittifoqi davrida yaratilgan. U 1970-yillarda havoda ustunlikka erishish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, Adin ma'lumotlariga ko'ra, o'sha vaqtda yangi paydo bo'lgan F-15 qiruvchisiga javob sifatida loyihalashtirilgan. Bu samolyotning taxminan 20 ta turli modifikatsiyasi mavjud. Ukraina Xalinoda ularning qaysi versiyasini yo'q qilgani ma'lum emas, biroq uning asosiy texnik xususiyatlari ma'lum. Tashqi yoqilg'i baklari bilan jangovar harakat radiusi taxminan 1500 kilometrni tashkil qiladi. Eng yuqori tezligi soatiga 2400 kilometrga yetadi. U turli xil raketalar va aviabombalarni olib yurishi mumkin. Biroq Rossiya MiG-29larni Ukrainaga qarshi qanday qo'llayotganini hisobga olganda, bu xususiyatlarning ko'pi unchalik ahamiyatli emas. Rossiya qiruvchi samolyotlari soni bo'yicha katta ustunlikka ega bo'lsa-da, ularning aksariyatini front ortidan turib Ukrainaga raketalar va rejalashtirilgan aviabombalar uchirish uchun ishlatmoqda. Ideal holatda bu samolyotlar Ukraina havo hududiga kirmasdan turib zarba beradi. Buning sababi juda oddiy. Urushning dastlabki bosqichida Rossiya Ukraina hududiga qiruvchi samolyotlarni faol kiritgan. Biroq bombardimon vazifalarini bajarayotgan o'nlab samolyotlar Ukraina tomonidan urib tushirildi. Hozirga qadar Rossiya Ukraina urushida 438 ta samolyot yo'qotgan. Ularning katta qismi aynan havoda ustunlik o'rnatishga qilingan dastlabki urinishlar paytida yo'q qilingan. Bu yo'qotishlar orasida MiG-29lar ham bor edi. Shundan so'ng Rossiya qiruvchi samolyotlardan foydalanish usulini tezda o'zgartirishga majbur bo'ldi. Shu tariqa front ortidan bombardimon qilish taktikasi paydo bo'ldi. Bu usulning afzalligi shundaki, samolyotlar Ukraina havo mudofaa tizimlari ta'sir doirasiga kirmaydi. Biroq buning ham kamchiligi bor. Samolyotlar baribir Ukrainaga yetarlicha yaqin joylashgan aerodromlarda turishi kerak. Shundagina ular raketa va rejalashtiriluvchi aviabombalarni nishonga yetkaza oladi. Shunga qaramay Rossiya bu tavakkalga borishga tayyor. Ayniqsa rejalashtiriluvchi aviabombalarning hozirgacha samarali qo'llanilayotgani va ayrim tahlilchilar kelgusi bosqichda aynan shu qurollar urush taqdirini belgilashi mumkinligini ta'kidlayotgani sababli Forbes nashri ham shu fikrni bildirgan. Rossiya uchun rejalashtiriluvchi aviabombalarni doimiy ravishda uchirish uzoq masofadan turib Ukraina aholi punktlariga zarba berish imkonini beradi. Buning uchun esa eski FAB aviabombalari maxsus qanotli modullar bilan jihozlanadi. Bu ularning uchish masofasi va aniqligini sezilarli darajada oshiradi.
Endi Pantsir S1 haqida gaplashaylik. Biz bu havo mudofaa tizimini Rossiya arsenalidagi eng muhim qurollardan biri deb atadik. Chunki nazariy jihatdan u Ukraina dronlariga qarshi eng samarali tizimlardan biri bo'lishi kerak. U yuk mashinasi shassisiga o'rnatilgani uchun tezda boshqa joyga ko'chirilishi mumkin. Buning asosiy ustunligi esa uning ko'p qirrali imkoniyatlaridadir. Pantsir raketalari ikkita avtomatik 2A38M 30 mm zenit to'plamlarini birlashtirgan tizim hisoblanadi. Bu unga nishonni yo'q qilish ehtimolini juda yuqori darajaga chiqarishi kerak. Army Technology ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 70% dan 95% gacha bo'lishi mumkin. Bu o'q-dorilar zirh-teshar portlovchi va yuqori portlovchi turlarga bo'linadi. Avtomatik to'plar 1 daqiqada 700 tagacha o'q uzishi mumkin. Ularning samarali zarba masofasi 4 kilometrgacha yetadi. Bundan tashqari tizim 12 ta 57E6 havo mudofaa raketasi bilan ham qurollangan. Bu yerda asosiy masala uning o't ochish quvvati emas, asosiy ustunlik uning universalligidadir. Nazariy jihatdan Pantsir S1 Ukraina tomonidan qo'llanilayotgan deyarli har qanday tahdidga, xoh raketa bo'lsin, xoh dron qarshi tura olishi kerak. Chunki uning operatorlari vaziyatga qarab turli xil o'q-dori va raketalarni qo'llay oladi. Ma'lumki, Ukraina bu tizimlarni yo'q qilish bo'yicha maxsus taktika ishlab chiqqan. Ukraina bir necha bor pantsirlarga qarshi bir vaqtning o'zida ko'p sonli dronlar to'dasini qo'llagan. Bu taktikaning mohiyati oddiy. Tizim oldida shunchalik ko'p nishon paydo bo'ladiki, u qaysi biriga avval o'q uzishni bilmay qoladi yoki hammasini yo'q qilishga ulgurmaydi va natijada dronlardan biri nishonga yetib boradi. Rossiya yana bir bor arzon dron tomonidan qimmatbaho havo mudofaa tizimidan ayrildi. Bugun Pantsir tizimlarining yo'qotilishlari shunchalik kattaki, Rossiya turli xil raketa uchirish qurilmalarini birlashtirgan gibrid havo mudofaa tizimlaridan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Bu esa Rossiya nafaqat Pantsir S1larni yo'qotayotgani, balki ularning o'rnini ham to'ldira olmayotganini anglatadi. Ukraina esa bu tizimlarni asta-sekin yemirib bormoqda. Har bir yo'q qilingan Pantsir Rossiyaning yanada zaiflashishiga olib kelmoqda. Buyuk Britaniyadagi Royal United Service Instituti harbiy fanlar bo'yicha ilmiy xodimi Tomak Uitinning bu muammoni quyidagicha baholaydi. Rossiya havo mudofaa tizimlari o'z vazifasini bajarish uchun mos emasligi juda aniq ko'rinib turibdi. Ular bunday turdagi hujumlarni aniqlash, kuzatish va bartaraf etish uchun yetarli darajada moslashtirilmagan. Agar Rossiya butun havo mudofaa tizimini tubdan qayta loyihalamasa, bu holat saqlanib qoladi. Boshqacha aytganda, dronlar Rossiya havo mudofaasi hal qila olmayotgan muammoga aylanadi. Bu muammo esa yo'qotilish arafasida emas. Buning isboti sifatida bitta raqamning o'zi yetarli, 174. 2026-yilning dastlabki 5 oyida Rossiyaning 174 ta havo mudofaa tizimi yo'q qilingan. Buning ustiga Rossiya o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan yana bir MG29 dan ham ayriladi. Gap Rossiya yangi qiruvchi samolyotlar ishlab chiqara olmasligida emas. Muammo shundaki, MG29 allaqachon ishlab chiqarilishdan chiqarilgan. Agar Rossiya Xarinoga yangi samolyot yuborsa, bu yo ancha qimmat zamonaviy model bo'ladi yoki eski zaxirada qolgan navbatdagi MiG-29 bo'ladi. Har ikki variant ham Rossiya uchun maqbul emas. Rossiya nisbatan oddiy vazifa raketa va rejalashtiruvchi aviabombalarni uchirish uchun zamonaviy qiruvchilarni xavf ostiga qo'yishni istamaydi. Biroq har bir yo'q qilingan Sovet davri samolyoti bu vazifa uchun qolgan zaxiralarni yanada qisqartiradi. Buning ustiga yana bir muammo bor. Ukraina dronlari tobora takomillashtirilib bormoqda. Rossiyaning havo mudofaa tizimlari esa go'yo dronlar urushi boshlanganidan oldingi davrda qolib ketgan. 17-iyul kuni United 24 media ma'lum qilishicha, Ukrainaning frontda qo'llanadigan FP dronlardan tortib uzoq masofaga zarba beruvchi uchuvchisiz apparatlargacha bo'lgan barcha dronlari 2026-yil davomida 1 million zarba chegarasidan o'tgan. Bu surat saqlansa, yil oxirigacha Ukraina 2 millionga yaqin dron hujumini amalga oshirishi mumkin. The Wall Street Journal'ning ma'lum qilishicha, Ukraina harbiylari endi sun'iy yo'ldosh razvedka ma'lumotlarini deyarli real vaqt rejimida qabul qilmoqda. Bu ularga nishonlarni ancha tezroq aniqlash va zarbalar berish imkoniyatini beradi. Balkim Xarinoda ham aynan shu holat kuzatilgandir. Ehtimol sun'iy yo'ldosh razvedkasi MiG-29 himoyasiz qolganini ko'rsatgan. Shundan keyin Ukraina darhol dronlarni hujumga yuborgan bo'lishi mumkin. Bugun imkoniyatlar har qachongidan ham tezroq paydo bo'lmoqda. Ukraina esa ularga o'ta halokatli zarbalar bilan javob qaytara olishini namoyish etib bormoqda. Bir narsa aniq, Rossiya yana bir bor qattiq sharmanda bo'ldi. U qiruvchi samolyotini o'zining eng yaxshi havo mudofaa tizimlaridan biri ortiga yashirdi. Biroq natijada ham samolyot ham havo mudofaa tizimi yo'q qilindi. Bu sharmandalik hali davom etmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.